yurmayotgan yigitlar nima ish qilsam yurmaydi deydi. Siz xafa bo'lmang. Nima ish qilsangiz yurmasligi bu sizni yomon, Alloh sizni yomon ko'rishidan emas. Agar Alloh yomon ko'rishidan ishi yurmaganda benamozlar bir kunda bir tiyin ham topolmasligi kerak edi. Bir tiyin. Aroq furushlarni ko'ring, qana millioner. To'g'rimi? U ishi yurish Alloh yaxshi ko'rishidan, ishi yurmaslik Alloh yomon ko'rishidan emas. Bu dunyo biz uchun hammasi sinov. Hozir grippmisiz, sinovdasiz. Gripp basmisiz, sinovdasiz. Hozir abadga pulingiz yo'qmi? Sinov. O'qishga kira olmadingizmi? Sinov. Boybizmi? Sinov, kambag'al sinov. Farzand bermayaptimi? Sinov. Beryaptimi? Bu ham sinov. Xullas, hamma holat biz uchun Allohning sinovi. Qana qilib sinash u Robbimizning ishi, biz unga aralasha olmaymiz.